Bizda bir maqol bor. Eri er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan xotindir. Men oilada 10-farzandman. Biz 16 tamiz. Bitta ota, bitta onadan. Onam 13 yoshda kelin bo'lganlar. 13 yoshda kelin bo'lganlar. 13 yoshda. 5-opam. Yonimda bitta uy naryoqda kelin bo'lganlar. Kelin bo'lganlar. Bitta uy naryoqda. Ham qarindosh. Alloh rahmat qilsin. Onam 60 ga borgan vaqtlari. Mabodo agar shu opamni ko'rgani chiqadigan bo'lsalar, dadam kelmasa so'ramasdan chiqmasdi. Bir oy o'tsa ham chiqmasdi. Qachon kelsa, keyin so'rab chiqardi. O'zimizni pochchamiz-ku, qarindoshimiz-ku, opam-ku chiqmaysizmi? Yo'q, dadangdan beruxsat ostonadan chiqa olmayman dedi. Yuzlarda paranji bo'lgan. Keyin paranjini olib hijob yuzlarida ro'mol bo'lardi. Qavmi qarindoshlar. Bu hamma o'zbek ayollarga gapim. To'g'ri. Tog'alar, amakilar, qarindoshlar onamning yuzini ko'rishmagan ekan. Ayol qanaqa bo'ladi? Ham bir she'r aytaman. Payg'ambar borida bir ko'r gadoyi kelib erdi, so'rab xayri xudoy. Turib erdi qaroshib ba'zi azvoj, g'azab bilan qaradi shohi Mi'roj. Dedilar, ayo shahanshohu qaboyil, ko'r deb qochmadik biz u soyil. Dedilar alarga sulton abror, u ko'r bo'lsa sizlarda ko'z bor. Payg'ambarimiz janob Rasululloh ummahatul mu'minot, jannat bashorati berilgan yer yuzidagi mu'minlarning onalari, payg'ambarimiz janob Rasululloh turganlarda hovlida Qor yog'adi qor, qaylardasan yor, sog'indim